Hop do'stlar, PC Gamer kanaliga xush kelibsizlar deb boshlashim kerak edi. Do'stlar, короче, men hardcore'da 100 kun videosini ikkinchi qismini olayotganda shuni bilib qoldimki, tugatgandan keyin qarasam video yozilmagan ekan. Keyin men sizlarga mana shu videoni chiqaryapman. Mana shuncha mehnat qilgandim, konga tushgandim, uy qurgandim, it boqib olgandim, skeletlar bilan qancha jang, creeper, zombi villagerlar bilan shuncha qildim. Lekin video yozilmay qolgan ekan. Yarim soatlik streamga o'xshab yozdim men ham, lekin video yozilmay qoldi. Mana uyimni qurganman. Mana itim ham bor, buni qo'ygandim. Mana bitta zina ham qilganman. Zina ikkinchi etajga olib chiqadi. O'shamiz ko'rgan bo'lsanglar, mana shu yerda qazib pastda kon bor ekan. O'sha yerda shuncha ishlar bo'lganda. Mayli. Mayli. Keyingi safar bunaqa xato bo'lmaydi do'stlar. Просто bu safar juda ko'p yozib qo'yganimda yarim soat yozdim. Yozilmay qolgan ekan. Mana bu yerda Joker tuzog'i yaxshi bir blok bo'tdi ekan. Agar bo'lmasa tushib ketardim. Mana qaranglar, katta joy. Joker tuzog'iga tushishimga sal qolgandi. Itimga hop, nima bersam ekan itimga? U zombini go'shtini ekan. Mana unda. Mana yurakchalar ko'payib ketdi. Yana shu kech bo'lyapti. Yana 3 kun yashab 6 kun bo'lganda hardcore'da 100 kunda 6 kun bo'lgandi do'stlar. Uzr, shunaqa bo'ldi endi. Keyingi safar bunaqa bo'lmaydi. Agar siz bunaqa videolar shunaqa chiqmasligi uchun attushi like bosinglar. Attushi obuna qo'yinglar. Mana bundan qiziqarli videolar ham chiqadi. Sizlar bilan 3 daqiqa ichida PC Gamer bo'ldi. Xayr, do'stlar, omon bo'linglar.